Severniy Olmazordagi Cambridge'ni bilmagan odam o'zi bo'lmasa kerak. Eng qizig'i $1300 yo'q narxdan tayyor xonadon ko'rsataman pad ключ mebel texnikalari bilan. Shundoq Cambridge bo'lsa, shundoqqina yonidagi 5 qavatli Novostroyka domimizning 2-qavati Korolevskiy etajdan parkovkalari hech qanaqa muammo yo'q. Elitniy mahallada joylashgan mana shu joyimizni srochniy narxda sotuvga qo'yildi. Videoni oxirigacha ko'ring. Xonadonni ichkaridan obzorlarini ko'rsatib beramiz. Ketdik. Xonadonga kirib kelarkanmiz, kattagina hol bilan boshlanadi. Ko'rib turganingizdek, oshxona bilan mehmonxona studiya formatda qilingan. Razmeriga e'tibor bering. Bu yoqda bitta derazaron bo'lsa, bu yoq tarafida ham bitta derazasi qo'yilgan. Mana shunaqa chiroyli ugaloklari bilan. Bu yoq tarafida hamma kerakli sharoitlari qilingan. Xohlaylik shundoq перегородка urib, oshxonani alohida qilsangiz ham bo'ladi. Endi qarang, shundoq yurib kelamiz. Bu yoqda ikkita eshik, birinchisi bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Buni razmeri juda katta. Derazalarga e'tibor bering. Detskiy spalniyni mebellarni olib chiqib ketamiz deyishdi. Qolgan narsalar qoladi. Oyontiyalari polovoy отопление qilingan. Yonida родительский spalnya. Ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Menimcha bular qolsa kerak. Patolog banalligiga e'tibor bering. Endi qarang, bu yoqda sanuzel bo'ladi. Marhamat ko'rishingiz mumkin. To'g'rida dush kabinasi bo'lsa, yonida hojatxonasi. Buni ham razmeri katta qolingan. Endi umumiy maydoni 87 kvadrat metr, 5 qavatli Novostroyka domi 2-qavatida. Lifti ham bor. O'zi Cambridge'da ko'pchilik biladi, Olmazor tumani, Severniy Olmazor mahallasi. 87 kvadrat metr kattalikda hamma sharoitlari bor. $1300 dan aniq yo'q, men aniq bilaman. Umumiy narxi o'shanda $113100 pul bo'ladi. Qiziqqanlarga pastda telefon raqam qoldiramiz, bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib ketinglar.